Biz yashayotgan bu dunyo shunchalik ajoyib va sirliq. Turmush ritmining borgan seri tezlashishiga agishib, 5 sekund ichida yanfonlarni qo'yib qo'yinglar. Zehnining yig'ish vaqti shuncha qisqarib ketyapti. Ifoda belgisi. Mana bu mening uyim. Qisqa uchur shahri. Lekin ifoda belgilarining besama bor. Yig'langan lotoriya chiqqan taqdirda cho'qim yig'labla turish kerak. Yashab ket. Men millioner bo'ldim. Ko'rgunchak yiqilib berikini so'ndirmagan taqdirda kulib turish kerak. Isqaldirib ko'rinib qopti. Qisqa uchur shahrida turmush kechirish kishini hayajonlantirdi. "Oh, yaxshimisiz, maymunlar? Bu so'mkalar nihoyatda bo'ladi ekan." Shundoq bir taraf qiladigan ishimiz bor. Nima ishinglar bor? Maymunlarning ishi. Rasmlik yiziq. Oh, yo'q. Bo'ldi qisangchi. Biz qayerda? Ekran yuziga kelganingni qarshi olaman. Biz bunga kirib boqaylik. İctimai aloqa detali. Vah, bu ya bo'ladi ekan. Hatto tizginak lozim bo'lmaydi ekan. Avu odam o'zini namoyon qilishga bak ustiga. U menga keyin eslatib qo'ydi. Shunda u salbiy normaldi. Mel. Degan chatoqchi. Uni kubga avatmagan bo'lsangiz yaxshi bo'lardi. Meni ayblavamang Mel. Sizdan bak ranjidim ko'rgansiz. Gen. Sen Instagram'da mı? Oğlum sen qayerda? Bu qitim rasıl ahmaqlik qiptimi? Ko'pchilik ifoda belgilari moda usuli. Rahmi qizidi. Oh. Shunda. G'ayrat qil, Pitigan, g'ayrat qil. G'ayrat qil, Pitigan, g'ayrat qil.